Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, yaxshilar? Deputatlar 19-fevral Alisher Navoiy boboimizning tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Yana bir bor. G'azalnavislik, shoirxonlik, mushoiralik kechalari hammamizga muborak bo'lsin. Görünər görünməz hər xil bəlaqələrdən, afətlərdən, başlardan. Vətənini, əmməməsində, üspanağında əsər bizim qollağın. Həmişə yurtumuz bilan birgə, xalqımız bilan birgə, andanımız bilan birgə, mal-canımız, pərəndə, dərəndələrimiz, ev-aləmiz bilan birgə. Həmişə xanadalarımız bilan birgə, yurtumuz bilan birgə, xalqımız bilan birgə. Şu aytganlarimni aytib neda bo'lsa ham həmişə bizlər faqat o'zing salomat etib bersa Alloh. Həmişə. Bilashim Allah. Sizlarga she'rdan iqtibos keltiraman. Yana men devon go'zalimga mavzu azalga o'xshatish. Sening shoxla ko'zlaringni ko'ribon netdim bilmadim. Shunda ko'zimga shunday keldi bir cho'g'. Ko'zlaringning misli fanus gibi sho'xlashdi. Ko'zlaring misli fanus gibi sho'xlashdi. Porlab shul cho'g' meni cho'g' atalmish ishq girdobiga tushirib ishq ummoniga cho'ktirdi. Meni ishq tubiga olib ketdi deb o'ylasam, ger lablaring misli g'azal to'kimish bir jahon ular meni qutqarmish ishq azobidan. Uzoq o'yga toldim, ne ko'z bilan qarayki, qabog'ingdan misli kamon gibi kiprik o'q otilmish go'yo men tomon. Bu ummondan chiqdim deb o'ysam, bul safarg'i o't qaydan keldi deb ersam, kiprikdan kelgan o'q shu'layu jahon ko'rindu misli gar cho'g' gibi yoqar o'q. Shul zamonda o'ylar og'ushimdan qutula olmay misli. Shul zamonda o'ylar og'ushimdan qutula olmay misli ko'rdim o'zimni gulzoru chamanda. Ul damda shahlo ko'zlar sohibasidan ko'rdim. Ul damda shahlo ko'zlar sohibasini ko'rdim shul mahalda. Unga menga ne ko'rguzding devon. Erdum ul dedi u. Ishq daraxtimizga qara shul zamon ishq daraxtimiz gullabdi chaman. Hamma eshitganlaringiz, ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.